Sirdaryo viloyati bugun nafaqat agrar salohiyati, balki sanoatlashuv sur'atlari bilan ham e'tibor markazida. Sirdaryo erkin iqtisodiy zonasi hududida ishga tushirilgan navbatdagi yirik loyiha esa bu jarayonning mantiqiy davomiga aylandi. 2026-yil yanvar oyida 15 million AQSh dollari miqdoridagi to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritilib, polivilen xlorid, polipropilen va polietilen xom ashyosi asosida zamonaviy plastik quvurlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Loyiha Sirdaryo tumanida joylashgan erkin iqtisodiy zona hududidagi 4.6 gektar yer maydonida amalga oshirildi. Bu nafaqat yangi korxona, balki hudud sanoat xaritasida muhim strategik nuqtaning paydo bo'lishidir. Hozir turgan korxona yaqindagina ishga tushdi. Qariyb 2 oy oldin mana shu korxonani ochilish marosimini o'tkazdik. Bu korxonani loyihasini amalga oshirish bo'yicha esa 8 oy muddat o'tdi. Mana shu 8 oy ichida xitoylik tadbirkorlarimiz bilan kelishuv amalga oshirildi va O'zbekiston hududida aynan Sirdaryo tumanidagi shu bo'sh yerlarimizda erkin iqtisodiy zona hududida mana shu loyihani tashkil etdik. Bu loyihani afzalliklaridan biri, qulayliklari shundan iboratki, Xitoy davlatidagi Lesso brendiga ega bo'lgan kompaniya mana shu o'zining mahsulotlarini dunyo jahon bozorlaridagi qariyb 27 ta davlatlarda sotuvni amalga oshirib kelgan. Mana shu Lesso kompaniyasi bugungi kunda O'zbekistonda o'zining mahsulotlarini aynan Sirdaryo tumanidagi erkin iqtisodiy zona hududida ishlab chiqarishni amalga oshira boshladi. Plastik quvurlar bugungi kunda qurilish, kommunal infratuzilma, ichimlik suvi ta'minoti, sug'orish tarmoqlari va sanoat obyektlarida eng talabgir mahsulotlardan biri hisoblanadi. Ilgari bunday mahsulotlarning salmoqli qismi import hisobidan qoplanar edi. Endilikda esa mahalliy ishlab chiqarish, ichki bozorni sifatli va raqobatbardosh mahsulot bilan ta'minlash, ortiqcha xarajatlarni kamaytirish hamda valyuta chiqimini qisqartirish imkonini bermoqda. Biz bu yerda ish boshlaganimizga hali unchalik ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Shunga qaramay ishlab chiqarish ko'lami jadal sur'atlarda kengayib bormoqda. Bu avvalo O'zbekistonda yaratilgan qulay sharoit va jamoamizning intizomi samarasidir. Korxonamizda o'rnatilgan zamonaviy dastgohlar yuqori aniqlik va doimiy e'tiborni talab qiladi. Dastlabki bosqichda bu texnologiyalar bilan ishlash oson kechmadi albatta, lekin bugun ishchilarimiz ularni ishonch bilan boshqarmoqda. Jarayonlarni puxta o'zlashtirib olgan. Bu esa mahalliy mutaxassislarning salohiyati va o'rganishga bo'lgan intilishni yaqqol ko'rsatadi. Hozirgi kunda korxonamizda 20 ga yaqin turli o'lcham va turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Bu mahsulotlar ichki bozor talabini qondirish bilan birga tashqi bozorga chiqish uchun ham barcha sifat talablariga javob beradi. Biz uchun eng muhimi barqaror o'sish, sifatni saqlagan holda ishlab chiqarish hajmini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va mahalliy kadrlar bilan birga rivojlanish asosiy maqsadimizdir. Korxonaning ishga tushirilishi bilan 100 ta yangi ish o'rni yaratildi. Eng muhimi, bu ish o'rinlari zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashni talab qiladigan, malaka va tajribani oshiradigan sanoat yo'nalishiga tegishli. Bu esa Sirdaryo yoshlari va mutaxassislari uchun oddiy bandlik emas, balki kasbiy o'sish maydonidir. Erkin iqtisodiy zona rezidenti sifatida korxona atrofida xizmat ko'rsatish, logistika, ta'mirlash va yetkazib berish bilan bog'liq qo'shimcha kichik bizneslar shakllanishi ham kutilmoqda.